Birinchi kun. Xo'p, hisobni almashtirish bo'limini bosib olamiz va bu yerdan yangi akkaunt ochish uchun yuqoridagi plus belgisini bosamiz. 30 kunlik challenge birinchi kun. Xo'p, bu yerdan yangi hisob yaratish bo'limi va shaxsiy foydalanish uchunni bosamiz, keyingisini bosamiz. Xo'p, kanalimiz nomi yoki ism familiya bu ixtiyoringiz yozib biz nostalgiya deb nomlashga qaror qildik. Keyingisini bosamiz. Yil, oy, kun. Bu aynan siz tug'ilgan yil, oy, kuningiz bo'lishi shart emas. 2000-yil mart deb belgilaymiz va 18. Bu taxminiy sonlar. Erkak, jinsingizga moslab yozasiz. Xo'p, keyingisini bosamiz. O'zimiz yozib ko'ramiz. Mavjud yoki yo'qligini bilish uchun nostalgiya deb, GA deb. Keyingisini bosib ko'ramiz. Xo'p, mavjud ekan. Nostalgiya 1556 qilib ko'ramiz. Parol yozamiz ishonchli va keyingisini bosamiz. Google ga saqlab qo'yamiz. Keyingisini bosib tayyor. Rozimonni bosamiz. Maxfiylik shartlariga. Xo'p, akkauntga kirib olamiz YouTube'da. Qarabsizki, yuqorida tepada turibdi. Nostalgiya akkaunti. Kirib olamiz. Xo'p, ustiga bosib, bundan identifikatorni o'zgartirib ko'ramiz. User nomesini, ya'ni kanalni nostalgiya deb yozib ko'ramiz. Avvaliga bu nom zayin ekan. Endi o'zbekcha nostalgiya qo'shib ko'ramiz oraga. Xo'p, bu ham zayin ekan. Oxiriga pastki chiziqcha va uz deb yozib qo'ya qolamiz. Qarabsizki, bo'sh saqlashni bosib qo'yamiz. Tayyor. Xo'p, endi kanal yaratish. Xo'p, kanal nomini izment qildik. Qarabsizki, bu ham tayyor. Kanal yaratildi. Xo'p, studioga o'tib olamiz. Buni yuklab olishingizni tavsiya qilamiz. Akkauntni almashtirib, eng pastida turibdi. Kirib olamiz. Yuqori o'ng burchakda tepadagini bosib monetizatsiya bo'limini ko'ramiz. O'zbekiston bo'lgancha hududimiz u ko'rsatmayapti va Google Chrome orqali studio.youtube.com orqali kirib, u yerdan akkauntni almashtirib olamiz. O'rtada turibdi ko'k rangli nostalgiya akkaunti. Kirib olamiz. Xo'p, dalini bosamiz. Chap taraf pastda nastroyka bo'limi. Xo'p, dalini bosib qo'yib, ikkinchisi kanal bo'limiga o'tib olamiz. Va undan lokatsiya turibdi birinchisi. Undan Amerikani bosib qo'yishimiz kerak. Bu yerda ruscha yozilgan bo'lishi mumkin, kimdadir inglizcha va hokazo. Belgilab qo'ygach, yana bir joyi pul ishlash vositasini belgilab qo'yamiz. U dollarda turgan bo'ladi o'zi avtomatik ravishda. Xo'p, Amerikani belgilaymiz. 3 ta bo'limi bor. Kanal bo'limida birinchi bo'lim o'sha kanal, tavsif va hokazolar. Ikkinchi bo'limida o'sha ba'zi bir tasdiqlanish kerak bo'lgan ma'lumotlar. Uchinchi bo'limda esa birinchisi kanal ochilganda, ikkinchisi nomer tasdiqlanganda, uchinchisi identifikatsiyadan o'tganda avtomatik yoki ruchnoy yo'qoladigan shaxsingizni tasdiqlash jarayonidan iborat. Xo'p, bu yerda shular. Hozircha Amerikani topib belgilab qo'yamiz. Ruschada yozilgan bo'lishi mumkin. Til ruschada bo'lganligi uchun ayni paytda belgiladik. Saqlashni bosib qo'yib chiqatamiz bu yerdan. Ana do'stlar, xo'p, bu yerda asosan tayyor. Monetizatsiya bo'limi ochildi bizda. Bildirishnomalarni qabul qilishni bosib qo'yamiz. Qarabsizki, monetizatsiya shartlarini bajarganimizdan so'ng bizga avtomatik ravishda bildirishnoma keladi. Ariza topshirishingiz mumkin degan. Xo'p, undan tashqari biz ushbu bo'limni ko'rib chiqamiz ko'zdan kechirgan holatda. Tarjima qilib olamiz. Aytmoqchi do'stlar, bu 30 kunlik challenge birinchi kuni. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying va aktiv bo'lsangiz keyingi darslik chiqadi. 1000 ta prosmotrdan so'ng albatta. Xo'p, bu yuqoridagi bo'lim ariza haqida muddatidan avvalgi bo'lishi kerak adashmasam. Chalg'maymiz boshqa narsalarga. Videomiz uzoq bo'lib ketish ehtimolligi mavjud. Bunda
Bizda monetizatsiya shartlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, muddati yo'q, ya'niki 1 yil mobaynida aslida maksimal 4000 obunachi yig'ishimiz kerak. 1000 dona obunachi yig'ishimiz kerak. Majburiyatiga ko'ra 4000 soat vaqt yig'ishimiz kerak 1 yil mobaynida va 90 kun ichida esa so'nggi 90 kunlik statistikaga bog'liq bu aktivligini shorts formati uchun 10 million prosmotr yig'gan bo'lishi kerak kanalimiz. Ushbu talablarni bajarsangiz, monetizatsiya uchun avtomatik ariza qabul qilishni boshlaydi sizning kanalingiz uchun. Aynan. Xo'p, hozircha shu. Bu yerda qiladigan ishimiz do'stlar 90 kun ichida ahamiyat bering alohida. Qarabsizki, tayyor barchasi. Xo'p do'stlar, kanalimizning eng asosiy fundamenti qo'yildi deb hisoblash mumkin. Lekin keyingi qismi bundan-da qizig'roq bo'lishiga harakat qilamiz. Do'stlar, obuna bo'ling, like bosing va kommentlarda o'sha o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. 30 kunlik challenge